Assalomu alaykum, efirda xabarlar ma'lumot dasturi, studiyada Hurmatli Nurmatova. Bugungi dasturimizda o'lkada jamoat ovqatlanish joylari ogohlantirishi tekshirilishi mumkin. Bizga nabra bizni bo'g'ishga harakat qilishadi. Anan korrupsiya kuchayadi, onun orqasidan kelib aqcha talab qilib ham qattiqdan kelaveradi. Abonentlar Gazprom Qirg'iziston bilan 1-aprelgacha shartnoma tuzishi kerak. Al Qirg'iz gaz bo'lib atalib kelganmiz. Anan bugungi kunda Gazprom Qirg'iziston bo'lib qoldik. Oqqalpoq kunida O'sh yoshlari shanbalik o'tkazishdi. Qalpoqni boshimizdan tushirmasdan doimo kiyib yursak, albatta biz uchun yaxshi zamon. Pasportlarni berish vazifasini davlat ro'yxatga olish xizmatidan olib, Ichki ishlar ministrligiga o'tkazishni parlamentning vitse-spikeri To'rabay Zulfiqarov taklif qildi. Uning aytishicha, ro'yxatga olish xizmati minglagan pasportlarni noqonuniy bermoqda. Xalq orasida bu yerda poraxo'rlik o'tiradi degan fikr paydo bo'ldi. Shuning uchun pasport berish huquqini Ichki ishlar ministrligiga o'tkazib berish kerak, deydi Zulfiqarov. Yaqinda davlat ro'yxatga olish xizmati ijtimoiy fond tomonidan 2014-yili 7 mingdan oshiq umum fuqarolik pasportlarini va identifikatsiya nomerlari noqonuniy berilganligini Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat komiteti aytib chiqqan. Davlat ro'yxatga olish xizmati bu ma'lumotni inkor qilib, o'tgan yilgi pasportlar o'lka fuqarolariga qonuniy berilganligini aytdi. Qirg'iziston bo'yicha o'tgan 2014-yili 495.375 pasport berilgan. Jo'g'org'i Kengashning yig'inida deputat Altinbek Sulaymonov O'sh va Jalolobod shaharlarini qayta tiklash bo'yicha davlat direksiyasining faoliyatidagi noqonuniy ishlar uchun uning rahbari Jantore Sotibaldiyevning javobgarligini ko'rib chiqishni bildirdi. Sulaymonovning aytishicha, shu vaqtgacha 700 ga yaqin xonadon 2010-yilgi voqeadan jabrlanganlarga o'tkazib berilmagan. Xususiy qurilish kompaniyalari 2 yilda to'lig'i bilan uyni o'tkazib beradi. Bu voqeadan beri 5 yil o'tdi. Davlatga millionlagan zarar keltirilsa ham, sobiq bosh prokuror Aida Salyanova hech qanday chora ko'rgan emas. Biroq deputatlarga qarshi jinoiy ish qo'zg'almoqda, dedi Altinbek Sulaymonov. O'sh Jalolobodni qayta tiklash bo'yicha davlat direksiyasi 2010-yilgi voqeadan jabrlanganlarga yordam, qurilish va moliyaviy yordamni yo'lga solish vazifasini bajarib kelgan. Biroq direksiya bir qancha noqonuniy ishlarga yo'l qo'ygani aytilib, bu bo'yicha deputatlardan komissiya tuzilgan. Komissiya direksiyaning bir qator moliyaviy qonunbuzarliklarga yo'l qo'yganini, qurilish ishlarining sifatsiz olib borganliklarini aytib chiqdi. Shundan so'ng sobiq premyer ministr Jantore Sotibaldiyev xizmat o'rnidan ketgan. Endi Qirg'izistonda ijtimoiy ovqatlanuvchi joylar ogohlantirishlarsiz tekshirilishi mumkin. Sababi kutilmaganda tekshiruv yurgizishga huquq beruvchi qonun loyihasi taklif qilinmoqda. Agarda loyiha qo'llov topsa, hozirgiday ogohlantirish berilgandan 10 kun o'tib emas, tegishli organlarning kafe, ishxona kabi joylarga ogohlantirishsiz borib tekshirishga imkon beriladi. Biroq bunga tadbirkorlar norozi. Ular qonun loyihasi qabul qilinadigan bo'lsa, tekshiruv yurgizuvchi xizmatkorlar yo'q yerdan ayb topib, poraxo'rlikka yo'l qo'yiladi deyishadi. Mavzuni xabarchimiz Ra'noy Nazarova davom ettiradi. Hozirgi qonunga ko'ra, sanitar yoki kuzatuv organlari kafe-restoranlarni, tijoriy obyektlarni tekshirishdan avval ularning rahbarlariga ogohlantiruv berishi kerak. Taklif qilinayotgan hujjatda kuzatuv organlariga tijoriy obyektlarni xabardor qilmay tekshirishga ruxsat berish tomoni ko'rilgan. Loyihaning muallifi deputat Doston Bekesh. Yılda şunu ratifikatsiya qildik. Orhusga konvensiya degan shuna el aralıq ma'qullashuv bor. O'shol negizinde o'shol mizam men mizamda ishlab chiqqan, mana ushladim-da. Bu nima beradi? Misoly, bunday sanitarlik jihatdan qirg'izlar bo'lsa, biz mamlakatlik organlarga huquqni beramiz tekshirganga. Jamoat ovqatlanuvchi joylarni kutilmaganda tekshirish zaruriyati katta muhokama yaratgan eshak go'shtidan keyin paydo bo'lmoqda. Taklif iste'molchilarning xavfsizligiga yo'naltirilganligi uchun fuqarolarning ko'pchiligi loyihani qo'llashadi. Nizopatni kelganda dayarliksiz bo'ladi. Mavjud murda qanday bo'lsa, murda qanday ishlagan bo'lsa, qanday ahvol qanday bo'lsa, o'shal chaqiltiriladi. Ana agar siz va'da berib qo'ygan bo'lsangiz, unda
Ular so'zsiz tayyorlik ko'radi. Emdiler gana bo'lib o'tib hozir oxirgi kunda emdiler gana bo'lib o'tdi. Istiloylar qo'ng tabaqdan to'ra. Qancha eshaklarning namoz aqli o'tatlar mana ettin ordiga qo'shib berib javob atdi deb. Shu o'xshaganlar tiysin zo'ysin-da, to'ra. O'shantib qoladida bular нормально ishlay boshlaydi. Uverni bo'la boshlaysin adam, to'ra, любой yerga borib, cho'zilib Misal uchun o'zingiz uydagi balangizga bir joqqa ketyapti, men soat 12 da gelemin deb qo'yib ketsangiz, misal 10 da ketsangiz 12 ga 10 minut qolg'ichanglik chachib, muchib, o'ynab, ko'ringandan turibdi, 12 ga kelganda top-toza tayyor bo'lib kutib qoladi bolam. Ham yig'ilganini bilmaysan. To'g'rimi? O'shaning uchun gütüsiz tekshirgan yaxshi bo'ladi. Biroq jamoat ovqatlanuvchi joylarni boshqarayotgan tadbirkorlarning ko'p qismi bunga qarshi. Ularning fikricha, ogohlantirmay tekshirish loyihasi qabul qilinsa, tadbirkorlar uchun qiyin bo'ladi. Kuzatuv organlarining kutilmaganda kelib tekshirishi ularga og'irlik qiladi. O'sha biz bir yilda 4 yo'l kelishyapti tekshirgan, o'shada bizga yetyapti endi. Bir yilda 12 yo'l, 20 yo'l kelsa bizga da ma'qul emas bizlarga. Bizga nabra bizni bo'g'ishga harakat qilishadi. Anan korrupsiya kuchayadi, onun orqasidan kelib aqcha talab qilib ham to'ptusdan kelaveradi. Nodavlat tashkilotlarning yurgizgan monitoringi bo'yicha O'sh shahridagi ovqatlanuvchi joylarning 30% talabga javob bermaydi. Kafe-restoranlardagi xodimlarning 90% tibbiy ko'rikdan o'tmagan. Ularning orasida yuqumli kasallikka chalinganlari ham uchraydi. Uni negizi meditsina qarovdan o'tib turib, ol посудомойкага qo'yish kerak uni. O'shanda g'ana aqli bo'ladi idish yuvganga. Sebab har bir qoshiq, har bir idish, har bir piyola, chashkalar o'sha посудомойкаning o'sha ayolning qo'lidan chiqadi. Tahlilchilar jamoat ovqatlanuvchi joylarni kutilmaganda tekshirish bu zamon talabi deb baholashadi. Agarda yangi loyiha qonunga kirgizilsa, kafe-restoranlarning sanitar holati va taomlarning sifati yaxshilanadi. Bir oshxonaga kirganda oshxonasining ichida samsa qo'shgan bayog'i irg'itila turgan so'yoklar 5 meshok bo'lib turadi. Samsa jasaganning tirmog'i ayning tirmog'iday bo'lib qolgan, ichi to'la kir. Bularga kerak bo'lsa, ayna emas, kunduga gunohsiz proverka qilish kerak. Agar sappat talabga javob bermaydi, javish kerak. Ularga litsenziya, ularga ruxsat qog'oz bermeš kerak. Mumkin bo'lsa ularga litsenziya berish kerak. Anda yo'q bu, javish kerak. Tahlilchi qo'shimcha qilganday, qonunga o'zgartirishlar kirgizilib, kutilmaganda tekshirish loyihasi qabul qilinibgina qolmay, uni nazorat qilish zarur. Sababi hukumat vakillari va rahbarlar mazkur tekshiruvdan chetda qolib ketishlari mumkin. Ta'kidlab o'tsak, hujjat Inson huquqlari qo'mitasiga yuborilgan. Uni mazkur qo'mitaning keyingi yig'inida ko'rilishi rejalangan. Ra'noy Nazarova, Nazgul Axunova, Zair Abdukerimov, Intimaq. Qirg'iziston qamoqxonalaridagi 900 dan ortiq ayolga amnistiya berilishi mumkin. Bu borada deputatlar qonun loyihasini ishlab chiqishdi. Xalq vakili Qurmanbek Osmonovning aytishicha, hozirda 958 nafar ayol jazo muddatini o'tamoqda. 901 nafar ayolga amnistiya berilishi kutilmoqda. Bu qonun loyihasi hozirda 70 ta o'smirni muddatdan oldin ozodlikka chiqishga imkon yaratmoqda. Qolgan ayollar bilan yoshi yetmaganlarning jinoyatlari og'ir bo'lganligi uchun kechirilmaydi. O'sh shahar oblast prokuraturasi Jabhat an-Nusra, Katibat al-Imom al-Buxoriy, Jannat oshiqlari va Islom davlati uyushmalarini terrorizmda ayblab, ularning faoliyatini Qirg'iziston hududida to'xtatish haqidagi arizasini O'sh shahar sudiga yubordi. Bu to'g'risida bugun Bosh prokuraturadan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, bu tashkilotlar 2006-yili Iroqda Al-Qoidaning asosida 11 radikal guruhning qo'shilishidan tuzilgan. Ular Qirg'izistonning fuqarolarini Suriya va Iroqdagi urushga tayyorlab, jo'natish bilan shug'ullangan. Hozirda bu ariza sud nazoratida. Milliy xavfsizlik davlat xizmatining ma'lumoti bo'yicha hozir Qirg'izistonda 13 ta uyushma faoliyati to'xtatilgan. Shu bilan birga bugun To'xtag'ul Satilg'anov nomidagi oblast kutubxonasida Ayollar mehribon ona, oila qut barakasi deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unga O'sh oblasti bilim berish institutining xodimlari, Saliyeva nomidagi maktab-internati va Kelajak bolalar ijodiy markazining vakillari qatnashdi. O'quvchilar tomonidan onalarni ulug'lovchi so'zlar aytilib, kichik konsert dasturlari tashkil qilindi. Ayollarning jamiyatdagi o'rni sahna ko'rinishlari orqali mehmonlar e'tiboriga taqdim etildi. Eslatib o'tsak, bu kabi tadbirlar mazkur kutubxonada har yili o'tkaziladi.
Biz бүгүнкү иш-чараны уюштурганыбыздын себеби жалпы эле аял затына арналган ушул 8-мартты да биздин өзүбүздүн коллективдеги аялдар менен кошо куттуктоо үчүн бүгүнкү иш-чараны уюштурдук. Бул иш-чаранын максаты ушул аял затынын мээримдүүлүгүн, аял затынын камкордугун, аял затынын эң негизгиси үйдүн куту, турмуштун туткасы, асыл жар, мээрман эне экендигин даңазалоо. Bugun 5-mart Oqqalpoq kuni. Joriy yildagi bayramni O'sh shahrining yoshlari har yilgidan boshqacha nishonlashdi. Milliy bosh kiyimni kiygan 500 ga yaqin yigitlar piyoda yurish bilangina cheklanmasdan Aqburaning qirg'oqlarini tozalashdi. Aksiya davomida O'sh shahrining ramziy belgilari tushirilgan 300 qalpoq talabalarga tarqatildi. Tadbir haqida muxbirimiz xabar qiladi. Yoshlarning bu yurishi yigitlar biz qalpoq bilan go'zalmiz, yigitlar biz qalpoq bilan ulug'miz degan shior bilan o'tdi. Ularning milliy bosh kiyimlar shahar ko'chalarini aylanishi yashovchilarning qo'llovini topdi. Bunga haydovchilarning va yashovchilarning maqsaddosh, tilakdosh bo'lganligi dalil. Aksiyaga chiqqan yoshlarning maqsadi ham shu edi. Жалпы Ош шаарына ошол майрам менен куттуктоо менен эле ошол калпак элинин кийинүү бир күн ушул эле күнү кийип калбастан жыл бою кийинүү. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырып кеткен биздин баш кийимибизди биз кийинки муундарга мурас калтырып өткөрүү бул биздин милдет. Shu vaqtning o'zida qalpoq kiygan yoshlarning bir guruhi Qurmanjondodxo kichik rayonidagi Aqburaning qirg'oqlarini tozalashni boshladi. Aksiyaning maqsadi bayramni mehnat bilan davom ettirish va barcha yashovchilarni birdamlikka chaqirish. Tadbirga mahalliy hukumat vakillari ham ishtirok etdi. Biz жалпы эле шаардык тургундарды, шаарыбыздын айрыкча мына жаштарды, студенттерди кошуп, Aqalpoq күнүн ушул мындай өзгөчө өткөрүлдү деген максатта Aqbuранын боюн тазалоо боюнча иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Негизги айтып кете турган нерсе ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып жалпы эле шаарыбыздын тургундарына мен кайрылып кетер элем. Ош шаарыбыз бул 300 миң калкы бар жашаган бир чоң үй десек болот. Андыктан баарыбыз ушул шаарыбызда жашап иштегенден кийин шаарыбызга биз өзүбүздүн үйүбүзгө мамиле кылгандай мамиле кылсак, шаарыбыз таза болсо, баарыбызга жакшы болот да негизичи. Tadbirga talabalar, maktab o'quvchilari ishtirok etishdi. Tashkilotchilar bunday tadbirlarni o'tkazish yoshlarni vatanparvar bo'lib, tarbiyalanishiga yaxshi asos bo'lishini ta'kidlashadi. Aqalpoq күнүнө токтоло турган болсок, албетте бул бир кыргыздар үчүн бир эле күн кийүү деген бул туура эмес деп эсептейм. Анткени бүгүнкү күндө биздин негизги символубуз катарында эсептелип келет. Aqalpoq күнүнө кийип биздин кыргыздын нукура белгиси болуп, чет өлкөгө чыкканда дагы биздин кыргыздарды калпак менен гана тааныса керек деп эсептейм. Ошондуктан биздин кыргыздарга жана жаштарга, патриот мырзаларга айтып өткүм келет. Калпакты башыбыздан түшүрбөстөн дайыма кийип жүрсөк, албетте биз үчүн жакшы самал. Aqalpoq бул кыргыздын кылын карыткан баш кийими. Бул Aqalpoq өзү бийик болуп көрсөткөн ак тоолорубузду, зоолорубузду көрктөндүрүп кетет, ошону көрсөтүп кетет. Бул кыргыз элдин бийиктигин, ойчулдугун, акылдуулугун көрсөткөн баш кийим. Бул бир эле күн менен чектелбейт. Кудай буйруса, биздин кыргыз элибиз ар күнү, ар дайым бул баш кийимди түшүрбөй кийгенге аракет кылат. Бүгүнкү күндө Aqalpoq баш кийими акциясы күндөн күнгө барган сайын, айдан айга өткөн сайын күчөп, өз ордун бере баштады. Eslatib o'tsak, Aqalpoq kuni rejissor Rizbek Jabirovning tashabbusi bilan 2011-yildan beri davlat hududida milliy qo'shiqlarni kuylash va raqslarni ijro etish bilan nishonlanib keladi. Bugun O'sh shahrida ayollar o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha bellashuv bo'lib o'tdi. Unga O'sh shahridagi idora tashkilotlarining, ommaviy axborot vositalarining xodimlari va talabalar ishtirok etdi. Tadbir 8-mart Xalqaro ayollar kuni munosabati bilan O'sh shahar jismoniy tarbiya va sport komiteti tomonidan sog'lom hayotga targ'ib qilish maqsadida tashkil qilindi. Bellashuvda 11 jamoa ishtirok etib, o'yin kechga qadar davom etdi. Natijasida oldingi o'rinlarga yetgan jamoalar tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliqlar va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. 2015-yılı Qırgız Respublikasında 7-ci Spartakada bo'ldi. Как раз 7-ci Spartakadan içinde bu bizim bugün o'tkazib жатқан voleybol jana basketbol sportun turlari kiradi.
Ошо даярдоо максатында бул турнирди өткөзүп жатабыз. Будан мыкты деген спортчулар тандалып, биздин ошо 7-Спартакиадага Ош шаарынын намысын атынан катышат. Osh shahrining barcha abonentlari Gazprom Qirg'iziston ishxonasi bilan 1-aprelgacha yangi shartnoma tuzishi kerak. Bu vaqt orasida shartnoma tuzmaganlarga gaz berish to'xtatilishini Gazprom Qirg'iziston ishxonasining Oshdagi vakilligidan bildirishdi. Idoraning ma'lumoti bo'yicha shaharda 60 ming abonentning 13 mingigagina shartnomasi yangilangan. Yashovchilar esa yangi shartnomada uy hujjatining talab qilishini xavotir yaratayotganligini aytishadi. Batafsil navbatdagi lavhada. Hozirgi vaqtda har bir abonentning kvitantsiyasiga Gazprom Qirg'iziston ishxonasi bilan yangi shartnoma tuzish kerak degan qo'shimcha varaqa kelmoqda. Unda uy egasining va uyning texnik pasporti talab qilinishi yozilgan. Gazprom Qirg'iziston ishxonasining Oshdagi vakilligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, har bir abonent 1-aprelgacha shartnoma tuzishi lozim. Bu vaqt oralig'ida shartnomani yangilamaganlar uchun gaz berish to'xtatiladi. Aksionerный общество АО Qirg'izgaz bo'lib atalib kelganmiz. Бүгінгі күнде Газпром Қырғызстан болып қалдық. Россияға сатылғанын барлығы білеміз. Ошоға байланыштуу бүгінгі күнде барлық абоненттер Газпром Қырғызстан менен договор түзүш керек. Har bir abonent. Shartnomani tuzish ishlari joriy yilning 30-yanvarda boshlangan. Osh shahri bo'yicha 65.500 nafar gaz iste'molchilari bo'lsa, ularning 13 mingga yaqinigina shartnomasini yangilagan. Xodimlar bu ko'rsatkich bir oydan ko'p vaqt oralig'ida oz ekanligini ta'kidlashadi. Shartnoma tuzuvchilarning oz bo'lishi esa uyning hujjati ham talab qilinishi bilan bog'liq. O'zingizning pasportingiz bilan ele tuzganda yaxshi bo'ldi. Nomer qog'ozlarni bo'shliq chiqarib ketadi. Bunun içine alıp çıkıp qaraganda o'sha bizde жителдер qo'rqdi. Endi so'zsiz damoy kerak ekan, andayda kerak ekan. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, bu vaqtgacha tuzilgan shartnomalarda talab qilinayotgan hujjatlar qo'llanilmagan. Har bir abonent pasporti bilangina shartnoma tuzgan. Hozirgi talab uyni ijaraga olib yashayotganlar uchun ham noqulaylik yaratmoqda. Chunki shartnomani uyning egasigina tuzishi kerak. Aniqroq aytganda, uyning hujjati kimning nomida bo'lsa, o'sha insongina shartnoma tuza oladi. Shu sabab uyning egasi uzoqda bo'lgan ijarachilar shartnomani yangilay olishmaydi. Kvartirada yashaganlarning biri balasi bo'lsa, ekovi uchun teng tushib olishi mumkin, tug'an urug'i bo'lishi mumkin. Har birine ele damoyni medib bermaydi-da. Menda ele o'shatmayman, mendan so'rasachi. Men yashayotasiz, saga dokumentim ne kerak bor demakmanda. Zalogga qo'yishi mumkin azizonamni unday. Boshqa qilishi mumkin deb o'ylandim shunda. Ana bu dogovor tuzish uchun esa siz damoyni men o'ylayman, ne qilasiz? Gazprom Qirg'iziston ishxonasining rahbariyati esa avvalgi shartnoma bilan hozirgisining hech qanday farqi yo'q ekanligini bildirishadi. Idoraning ma'lumotiga ko'ra, uyning hujjati talab qilinishi yangilik emas. Эми бул деген мындайда газды алып туруп, анан кийин карызын төлөбөй кала турган болсо, биз ал абонентти сотко беребиз. Сотко бергенден кийин сот бизге бир кандайдыр чечим чыгарып бериш үчүн биз ошол абоненттин ээси менен соттошубуз керек да. Ошол ээсин тактоо үчүн биз ушу немени домовойду сурап коюп атабыз. Ушу үйдүн ээси деген эле. Андан башка эч кандай неме жок. Avval abonentlar Zangara olov haqidagi shartnomani Qirg'iz gaz ishxonasi bilan tuzishgan. Mazkur ishxona o'tgan yilda Rossiyaning Gazprom ishxonasiga katta qarzi bilan sotilib, uning o'rniga Gazprom Qirg'iziston ishxonasi tashkil qilingan. Shu sabab yangi ishxona bilan yangi shartnoma tuzish majburiyati kelib chiqmoqda. 8 mart Xalqaro ayollar kuni munosabati bilan Osh shahar meriyasida bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbirga qahramon onalar, ishxonalarning eng yaxshi xodimalari va jamoat ishlaridagi faol ayollar ishtirok etishdi. Bayram konsert vaqtida shahar rahbari ko'krak nishonlari bilan 80 ga yaqin ayollarni taqdirladi. Bundan tashqari shaharning ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishiga qo'shgan hissasi va jamoat ishlarida faol ishtirok etganligi uchun Osh shahar meriyasi faxriy yorliqlar va pul mukofotlari bilan 40 dan ortiq ayolni taqdirladi. Shu bilan birga 500 ga yaqin ayolga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Tadbir estrada qo'shiqchilarining maxsus konsert dasturlari bilan davom etdi. Har doim boshingizlardan aqelechek tushpay, baldarыңыздардын жақшылығына сүйініп, алардын ыраатын көріп, халқымыздың қадырманы болып, ұзақ өмір сүре берішіңіздерге тілектеспіз.
Donetskning Zasyatka shaxtasidagi portlashdagi qurbonlar soni 33 ga yetdi. Halokat metanning portlashi bois yuz bergan. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotida voqea bo'lgan vaqtda 230 nafar konchi yer ostida bo'lgan. Kechgacha qutqaruvchilar 197 nafar odamni yer ustiga olib chiqdi. Shu bois bugun Ukrainada motam kuni deb e'lon qilindi. Janubiy Koreyada ustara bilan qurollangan odam AQShning mazkur davlatdagi elchisiga hujum qildi. Natijada diplomat yuzidan va qo'lidan jarohat oldi. Voqea elchi Mark Liperta Seulda rasmiy ovqatlanishga borayotgan vaqtda sodir bo'lgan. Uni darhol shifoxonaga olib ketishdi. Hujum qilgan odam Shimoliy va Janubiy Koreya birlashishi kerak deb qiyqirishga ulgurgan. U Janubiy Koreya bilan AQShning birgalikda o'tkazgan harbiy mashg'ulotlariga noroziligini bildirdi. Janubiy koreyaliklarning ko'pi AQSh ikki Koreyaning birlashishiga to'sqinlik qiladi deb hisoblaydi. Yevroittifoq hududidan Buyuk Britaniyaga muhojirlar oqimi o'lka hukumati uchun bosh og'rig'iga aylandi. O'tgan yili Sharqiy Yevropadan Angliyaga 1 millionga yaqin odam kelgan. Hukumatning rejasiga ko'ra yil sayin davlatga 100 mingdan ortiq muhojir kirmasligi kerak edi. Britaniyaning valyutasi funtning kuchliligi va mehnat bozorining o'sishi chet elliklarni o'ziga jalb qiladi. Yevroittifoqning qonuni bo'yicha tashkilotga kirgan davlatlar fuqarolarning erkin harakatiga cheklov qo'ya olmaydi. Biroq Britaniya muhojirlarning oqimiga qarshi ijtimoiy ta'minot murakkablashishini ko'zlamoqda. Shvetsiya qirg'oqlarida mahalliy g'avvoslar Ikkinchi jahon urushi vaqtidagi Amerikaning B-17 uchog'ini topishdi. 1944-yilning sentyabrida mazkur samolyot Britaniya bazasidan uchib chiqib, nemislar tomonidan otib tushirilgan. Uchoq parchalari 16 metr chuqurlikdan topildi. Xitoy hukumatining rahbari Li Keqiang umumjahon anjumanida joriy yilda hukumat havoning buzilishi va korrupsiyaga qarshi kurashishini aytdi. Uning ta'kidlashicha, o'lkadagi aholi ekologik muammolardan o'ta jabrlanmoqda. Ishlab chiqarish bois Pekinda havo bulg'anishi xavfli deyilgan darajadan 45 barobarga ifloslanishi aniqlandi. Antarktidada so'nggi 10 yilda 100 milliard tonna muz eridi. Bu raqamdan olimlar xavfsiramoqda. Sababi erigan muzlar okeandagi suv hajmini ko'tarmoqda. Bu o'z navbatida halokatga olib kelishiga sabab bo'ladi. Oxirgi yarim asrda Antarktidada havo harorati 5 darajaga isidi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin, xayr. Qirg'izgidrometdan olingan ma'lumotga ko'ra 6-mart kuni yurtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 3 daraja sovuqdan 2 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 9-14 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 darajagacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Jalolobod oblastida ham kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja issiq. Norin oblastida kechasi 11-16 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqqacha ko'tariladi. Talas oblastida kechasi 4 daraja sovuqdan 1 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliqqacha ko'tarilishi kutilmoqda. Chuy oblastida kechasi 4 daraja sovuqdan 1 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 1 daraja sovuqdan 1 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 12-14 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham 6-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 11-13 daraja issiqqacha ko'tarilishi kutilmoqda.